Bu videoda ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izniyle jannatda Allohning jamonini ko'rsin. Do'stim, sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin. Do'stim, qarang, akajon, men kirdi chiqdi xizmatdan foydalanishim kerak, lekin mashinada boradigan bo'lsam 3 kunlab umrim o'tadi deb yuribsizmi? Do'stim, qarang, samolyotda bor yo'g'i bir kunda kirdi chiqdi xizmatni sizlarga taklif qilamiz. Ya'ni siz samolyotda Samara shahriga borasiz. Samaradan o'zimizni voditellarimiz, o'zimizni shaxsiy shoferlarimiz kutib olib, sizni granitsaga olib, bir kunda granitsa qildirib keladi. Qarang do'stim, samolyotda borasiz. Undan tashqari yetti mashinalar kutib olib, granitsa qildirib, yana Samarani aeroportiga olib kelib qo'yadi. Qaytishda yana samolyotda kelasiz. Narxlarini eshiting do'stim, 12500 rubldan boshlanadi. Kuniga chistosiga qarab narxlari o'zgarishi mumkin. Mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kun umringiz o'tadi. Ichki ishlar xodimlari to'xtatadi. Undan tashqari yaxshigina rasxod qilasiz. Umringizdan kuyasiz. Undan ko'ra bir kunda samolyotda borib kelsangiz, qarang qanchalik foyda. Ham mashinadan arzon narxda chiqyapti-da, jigar. Ushbu videoda Allohning jamoliga oshiq insonlarga, Rossiya hududida migratsion kartasini yangilamoqchi bo'lgan insonlarga jo'natib qo'yasizlar. Ahlan va sahlan.